Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abdori Erkin Sidiq. 4. Kengishish, ya'ni negotiation unum beramdi. Rəhimsiz diktatorning hukmronlik ostida qolganda, ba'zilar bizning boshqa amalimiz yo'q deb bo'ysunish yo'lini tanlaydi. Yana ba'zilar bo'lsa, diktatorni normal insonlardek rahimlik hisoblab, aplashib qilish, murassa qilish yoki kelishish va kengishish yo'llari bilan bir qism ijobiy elementlarni qo'g'dab qilib, diktatorning rahimsizligini to'xtatqili bo'ladi deb o'ylaydi. Başqa önümlük tanlash mavjud bo'lmagan ahvolda yuqoridagi ikkinchi tanlash aqlga muvofiqdek ko'rinadi. Kishilar ba'zida haqiqatning hammasi birli tarafda emas deb qaraydi. Diktatorni rag'batlantirish va iziqtirish orqali uning insonparvarlik tuyg'usini qo'zg'ab, uni oz-ozdan yo'l berishga qistab, shu orqali diktatorlikni oxirlashtirish mumkin deb o'ylaydi. Diktatorga qo'sh g'alaba yo'lini ko'rsatib berib, har ikki taraf ma'lum foydaga erishadigan tanlash orqali diktatorni avashga keltirgili bo'ladi deb o'ylaydi. Ezilguchi xalq tinchlik asosidagi murassa qilish yo'lini tanlasa, davomli kurash qilgandagi zarursiz xavf-xatar va o'ngsizliklardan saqlanadigan bo'ladi deb o'ylaydi. Mushundaq tafakkur qilish, masalani mushundaq yo'l bilan hal qilish, harbiy urush yoki zo'ravonsiz kurashlarni elib borganga qaraganda ko'p yaxshi emasmi? Ishchilarning maoshini o'stirib berishni talab qilib elib berilgan ish tashlash harakatiga o'xshash ishlarda kengishish intayin muhim rollarni o'ynay oladigan bo'lib, ashundaq ishlarda kengishishga sal qarashga bo'lmaydi. Ammo ikki taraf o'rtasidagi ziddiyat, diniy prinsip, inson erkinligi yoki butkul jamiyatning kelgusi taraqqiyotiga o'xshash ko'p masalalar ustida bo'lganda, kengishish kishilar qanoatlangudek unum bermaydi. Ba'zi tub masalalarda kengishishga bo'lmaydi. Faqat huquq taqsimoti ezilguchi xalqqa foydali bo'lib o'zgargandila, ondan ezilguchi xalq kengishish orqali o'z manfaatini qo'g'day oladi. Huquq taqsimotidagi undaq o'zgarishlar bo'lsa, kengishish orqali emas, kurash orqali vujudga keladi. Ya'ni diktatorga qarshi bir kuchli kurash vujudga kelmay turib, faqat kengishish orqali diktatorning qo'lidan qutulg'il bo'lmaydi. Ezilguchi xalq uchun ba'zi kengishish hargizmo bir tanlash bo'lmaydi. Ya'ni o'z-o'zini noiti puxta mustahkamlab olgan diktator o'ziga qarshilik ko'rsatayotgan xalq bilan kengishish ustiliga kelmaydi. Yoki bo'lmasa, vaqti kelganda diktatorlar kengishish yig'iniga kelmay, mangu g'oyib bo'ladi. Kengishishni diktator taraf o'tirg'i chiqarganda, ularning samimiy bo'lishi mumkin emas. Sababi diktatorlar qarshi tarafni aralashtirmay turibla o'z xalqiga qaratgan urushni to'xtata oladi, inson g'ururiga bo'lgan hurmatni asliga keltira oladi, siyosiy mahbuslarni erkinlikka chiqara oladi, qiynashni oxirlashtira oladi, o'zining hukmron o'rnidan chekina oladi hamda xalqdan kechirim so'ray oladi. Diktatorning o'rni mustahkam bo'lib, ezilgan xalqning qarshilik ko'rsatish kurashlaridan ichi pushgan vaqtda diktator taraf xalqni kengishish hosil qilishga chaqirib, tinchlikni vujudga keltirish bahonasida xalqni taslim qildirishga urinishi mumkin. Bundaq ahvolda kengishish noiti jalb qilish kuchiga ega bo'lsa-mu, xalqqa nisbatan bir cho'ng xatarni elib kelishi mumkin. Yana bir tarafdan, agar qarshilik ko'rsatguchi taraf noiti kuchli bo'lib, diktatorning hukmronlik o'rni tahdidga duch kelganda, diktator taraf o'z huquqini va o'z boyligini saqlab qolish uchun qarshi tarafni kengishish hosil qilishga taklif qilishi mumkin. Ezilgan xalq bundaq ahvoldami diktatorning o'z maqsadiga yetib olishining oldini olishi kerak. Kengishish qarma-qarshi ikki taraf barobarlik asosida bir ustalda o'ltirib, o'ttirda ziddiyat paydo qilgan masalalarni so'zlashish orqali hal qilish degandan derak bermaydi. Bu yerda mundaq ikki narsani asdan chiqarmaslik kerak.
Birinchi, kengishishda utib chiqadiğini qarşı fikrlardagi va o'xshamagan maqsadlardagi bakrak adil bo'lgan taraf bo'lmaydi. Ikkinchi, kengishishning natijasini belgilaydigini asosan huquqning ikki tarafdagi taqsimot ahvoli bo'ladi. Shunglashqaldi bilan tövendikidek savollarga javob tepib qo'yish to'liq zarur. Keyincha, kengishishda qarshi taraf bilan bir kelishim hosil qilg'il bo'lmay qolsa, biz qanday qilamiz? Agar kelishim hosil qilib bo'lgandan keyin qarshi taraf va'dasini buzib, o'z kuchidan foydalanib, faqat o'z manfaatini qo'g'lashsa, uningga qanday taqobil turamiz? Kengishishda duch kelgan masaladagi to'g'ri va xato tarafga asosan bir kelishim hosil qilg'ili bo'lmaydi. Balki kelishimning oqibatini ikki tarafning qo'lidagi huquqning kuchlik ojizligi belgilaydi. Shunglashqa siz bir kelishimni vujudga keltirish uchun o'z manfaatingizni qanchalik qurbon qilishga rozi degan savolga oldin javob tepib qo'yishingiz kerak. Ezilgan xalq uchun kurashni davomlashtirish bakrak foydaliqmi yoki ma'lum manfaatdan voz kechib bir kelishim hosil qilish bakrak foydaliqmi? Diktatorlar ahvolni o'zi kontrol qila oladigan huquqdan ayrilib qoladi ekan, ular boshqa huquq, o'rin, boyliq, jamiyatni o'zgartirish va shuningga o'xshash nurg'un imtiyozlardan ayrilib qoladi. Shunglashqa ular kengishishda o'zida bor imtiyozni saqlab qolishga butun kuchi bilan tirishadi. Ular oldida va'da berib qo'yib, ondan u va'dasidan tenib olishdan hargizmi bosh tortmaydi. Qisqasi, ezilgan xalqning diktatorga qarshi ko'rishini to'xtatishi hargizmi ularning ezilish darajasini to'latib qolmaydi. Ziddiyatlik masala tüp masala bo'lganda hal qilg'uch rol o'ynaydigini kengishish emas, balki qarshilik ko'zitish ko'rishidan iboratdir. Erkinlik uchun kurash qilayotgan xalq uchun siyosiy qarshilik ko'rishi yoki zo'ravonsiz kurash eng unumli vositadan iborat. Yuqoridagisi kitobdagi mazmunlar. Tibetlarning doisi Dalai Lama Tibetlarning tili, madaniyati va milliy kimligini saqlab qolish uchun 1988-yili Fransiyaning Strasbourg shahrida o'tkazilgan Yevropa parlamenti yig'inida o'zining o'rta yo'l siyosatini e'lon qildi. Bu siyosatning maqsadi Tibetlarning mustaqil bo'lish g'oyasidan voz kechib, Xitoy Kompartiyasi hokimiyati bilan dialog qurish orqali Tibet uchun haqiqiy avtonomiya salohiyatini qo'lga keltirish bo'ldi. Ammo hammamizga ayon bo'lganidek, u siyosat mag'lub bo'ldi. Tibetliklar bilan Xitoy hokimiyati o'rtasidagi haqiqiy ma'nodagi kengashish uchrashishi hozirgacha yuz bermadi. Ba'zi sobiq Uyg'ur tashkilot rahbarlari bu yo'ldagi ma'lum urinishlarni sinab baqdi. Ammo umma amalga oshmay, ularning oqibati Tibetliklarninkidan ko'p nachar bo'ldi. Ishlar nima uchun shundoq bo'ldi degan savolga yuqoridagi mazmunlardan yetarlik javob tepish mumkin. Davomi bor. 2023-yili 2 yanvar